Assalomu alaykum, Uzblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent viloyat tumanida joylashgan ikkita bir xil qurilgan, bitta sotilgan xonadonni ko'rsatib o'taman. 100% bitqazilgan. Xonadonimiz yer maydoni 720 ga 15 ni tashkil qiladi va bu yerda hozir 4 ta xonali, asli hol bilan 5 ta xonali 100% ta'mirlangan, pishig'ishda qurilgan xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Demak, kirib kelaverish yo'llarimiz mana asfalt qilib qo'yilgan. Gaz, svet, suv xonadonda mavjud. Xonadonimiz joylashgan manziliga to'xtaladigan bo'lsak, orientirlariga to'xtaladigan bo'lsak, Yangi Toshmi postidan 6 kilometr to'g'riga o'tiladi. 6 kilometr o'tganimizdan so'ng o'ng qo'limizda Havas do'koni kelar ekan. Va u yerdan chapga qayrilamiz. O'ng qo'limizda joylashgan xonadonimizga duch kelamiz. Bu yerda aytib o'tganimiz ikkita xonadon qurilgan. Demak, bor-yo'g'i 6 kilometr Yangi Toshmi postidan. Tuzor Havas deb nomlanar ekan mahallamizning nomi. Endi esa mahalla qismidan xonadonga tashrif buyuramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xonadonimiz bugun sizlarning e'tiboringiz markazida bo'ladi. Bu hozir hovli maydonchamiz, ixchamgina va 100% ta'mirlab qo'yilgan. To'g'rida esa xonadonimiz joylashgan. Xonadonning o'zi yer sathidan 20 sm yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. Oynalari panoramali, kattakon qilib qo'yilgan. Demak, kirganimizdan so'ng mana bu joyda avtomobilni joylashtirsak ham bo'ladi yoki tapchan qo'yib o'tirsak ham bo'ladi. Xonadonda gaz, svet, suv hammasi mavjud. Bundan tashqari hovli maydonimizda mana bu joyda hovlidagi hojatxonamiz ham joylashtirib qo'yilgan. Va mana bu yerlarimizga kafel to'shalgan, bu sirpanmaydigan kafel va bundan tashqari uklon qilib qo'yilgan, ya'ni yomg'ir suvlari, qor suvlari mana shu uklon orqali darvozaning ostidan o'sha mahallaning arig'iga chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Kechki paytlar yorug' bo'lish uchun bir qancha mana plafonlarimiz ham bor. Plastik profillar o'rnatib qo'yilgan va xonadonimiz 100% pishig'ishda qurilgan. Xonadonga kiraverishimizda mana shunaqangi eshiklarimiz bor. Alyumin profilli eshigimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimiz 4 ta xona, ya'ni 4 ta xonadan tashqari mana bu hol qismiga ega. Umumiy hisobda 5 ta xona deb hisoblasak ham bo'ladi, aslida 4 ta xona. Oshxonadan tashqari. Demak, hol qismiga kirib keldik. Xonadon ta'mirlab qo'yilgan, to'pli pol tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Xonadonimizda ikkita sanuzil xona mana shu xonadonning o'zida bor va bundan tashqari aytib o'tganimizdek, hovli maydonimizda bitta yozgi hojatxonamiz ham bor. Patologlari birinchi qavatda adashmasam 340 finishli holatida mana shunaqa qoldirib ketilgan. Lustra, qandillar o'rnatilgan, patologlar 2 qavatdan qilingan. Bu hozir kattakon bo'lgan hol qismimiz. Chap qo'limizga to'xtaladigan bo'lsak, bu xonadonning oshxona qismi bo'ladi. Kengina olingan, ko'rib turganingizdek, farqli qismlari tayyor qilib qo'yilgan, gaz turbalari qirg'izilgan, suv turbalari hammasi qirg'izib qo'yilgan. Hovliga qaragan derazalarimiz bor. Va mana bu joylashgan bu kontrni kotelimiz orqali, bu gaz orqali ishlaydi. Xonadonni to'liq suv tizimini boshqarishligimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kengina bo'lgan oshxona qismimiz. Xonadonda cho'pli poldan tashqari har bir xonada undan tashqari tochkalar qoldirilgan, bu yerda radiatorlar o'rnatsak bo'ladi. Televizorni esa mana bu joyda o'rnatib qo'yamiz, holdagi televizorimiz. Bu esa xonadondagi birinchi qavatda joylashgan sanuzil xonamiz. Barcha jihozlar o'rnatib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek. Zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. To'g'ridagi xonamiz esa xonadonning mehmonxonasi hisoblanadi. Televizor o'rnatilgan joylari tayin qilingan. Va undan tashqari yon tarafdagi mahallaga qaragan derazalarimiz bor. Konditsioner o'rnatishligi uchun mana tochkalarimiz ham qoldirib ketilgan. Bu tarafidan esa orqa hovlichaga chiqsak bo'ladi. Bu orqa hovlicha mana shu xonadonni havosini yaxshi aylanib turishligi uchun kerak hisoblanadi. Bu bizning orqa hovlichamiz. Bu 70 sm ga 720 larni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, patologlari balangina olingan. Demak, birinchi qavatimiz hol, oshxona, sanuzil xonamiz va mehmonxonadan iborat. Endi esa mana bu MDF zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Sifatli bo'lgan MDF zinalar qilib qo'yilgan. Mana bu tarafimiz esa ikkinchi qavatimiz hisoblanadi. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shu koridor orqali xonalarga o'tishimiz mumkin. Bitta spalni, bitta kattaroq spalni,
To'g'rida umumiy sanuzel xonamiz va mana bu joyda yana bir zalimiz bor. Bu kattaroq bo'lgan zal qismimiz hisoblanadi. Demak, ko'tarilganimizdan so'ng o'ng qo'limizdagi xonamiz, aytib o'tganingiz yotoqxona. Oldi mahallaga, hovliga qaragan derazalari bor. Bemalol bolalar yotoqxonasi o'rnida ishlatsak bo'ladi. Tyopi pol tizimlari o'rnatilgan. Derazalar ostida mana radiator o'rnatishingiz uchun tochkalar bor. Bu esa sal kattaroq bo'lgan xonamiz. Toshkent shahridan unchalik uzoqda bo'lmagan, bemalol 2 xonali domingizni sotib olsangiz bo'ladigan xonadonimiz. Bu yerda xonadon egalari o'zlari sotishmoqda, ya'ni uy qurish bilan shug'ullanishadi. To'g'ridan-to'g'ri o'zlariga bog'lanishinglar mumkin. Bu esa bizning mana 2-qavatdagi sanuzel xonamiz hisoblanadi. Bu esa 2-qavatda joylashgan mehmonxonamiz. Yon taraf mahallaga qaragan derazalarimiz bor. Pandillar o'rnatib qo'yilgan, atroflari mana LED lentalar o'rnatib qo'yilgan, kenggina bo'lgan mana shu hozir mehmonxona qismimiz. Bu yerda ham radiator o'rnatsak bo'ladi. 2-qavatning cho'pli polini esa mana bu joydan boshqarsak bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri xonadon egalariga bog'lanib, mana shu xonadonni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan O'zblog YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.